Oshqozonda yarasi bor inson ro'za tutishi farzmi yoki fidya beradimi? Umuman olganda fidyani kimlar beradi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah. Muhtaram azizlar, ro'zani tutishlikda uzr bo'lgan va fidya beradigan ikki xil toifadagi insonlar bor. Birinchisi shayxi fonin deydi, ya'ni qariligi tufayli kundan kunga quvvati zaiflashib borayotgan qari insonlar. Bular taomlanmasa bo'lmaganligi uchun bularni endi bundan buyog'iga albatta umrining oxirigacha quvvati tiklanmaydigan holat bo'lganligi sababidan bular har kuniga bir kuniga 2 kilo bug'doy qiymatida yoki bir odamni to'ydirishlik miqdoridagi taomni qiymatini yoki taomni bir miskinga beradi. Buni nomini fidya deydi. Ikkinchisi surunkali kasali bo'lib, odatda meditsina tomonidan, tibbiyot tomonidan umrining oxirigacha odatan tuzalmaydigan, lekin davolanib yuradigan kasallik bo'lib, bu kasallikka ro'za tutishlik jiddiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu odamlar ham kuniga fidya to'laydilar endi. Shu narsani bilib qo'yishimiz kerakki, fidya beryapti turgan odam Ramazon kirmaguncha fidyasini bermaydi. Ramazoni sharif kirib kelsa, xohlasa 30 kunligini birinchi kunda ado qilsin, xohlasa oxirgi kunni ado qilsin. Lekin Ramazoni sharifdan oldin fidya bersa o'tmaydi.